Девушка легенда. Marketdan istalgan Yozdan chips tayyorlash. Qoldi! Uyatmasmi? Telefon bo'lib qolsanlar. Bekorchilikdan TikTok qilib o'tiribsanlarmi? Ota o'tiribdi yoningda. Ahmad, Nima Ahmad, ada mana mamalaringiz g'irt bekorchilikda o'ynab o'tiraman, kitob o'qib o'tiribman-ku. Nima men bilaringiz? Men bitta ingliz tilidan narsa o'rganyapman. Hamma u bekorchida men buni aytadi, anaqa programma bir balolar o'ynab o'tiradi men. katta meni gapirmalaring, o'zlaringizlar bekorchi. Men to'g'ri programmada o'tiribman. Ada men uzun marketda o'tiribman. Eng arzon, eng past narxda televizor topdim. Atiga 1.999 ming so'm. Mana qarang, ada bu mahsulotga eng past narx kafolati amal qiladi. Agar uni sotgandan keyin 3 kun ichida boshqa onlayn do'konlardan yana ham arzonrog'ini topsangiz, havolasini qo'llab-quvvatlash xizmatiga yuboring. Keyin uni tekshirib chiqadi. Agar haqiqatan ham arzonroq narxda bo'lsa, sizga farqi promokod orqali qaytariladi. Shuningdek, ushbu turkumdagi mahsulotlarning aksariyati pushti rang bilan belgilangan bo'ladi. Ko'ringizmi, ada men bekorchilik bilan shug'ullanmayman. Men bilan g'irt bekorchi. Qanaqasiga bizga bekorchi? Nima do'stlar? O'shira o'zingni Arkoga bo'lib urushlaringni qaralaring. Masalan, yozib bitta rivoyat aytib beraman, xulosani chiqarlaring. Mana cho'psindir. Ana, ko'rdilaringmi? Agar bir-biring bilan urushib, yakka-yakka bo'lib yursalaring, mana shu cho'pga o'xshab sinib ketasanlar. Agar uchaloving bir bo'lsalaring, sanlarni hech kim sindira olmaydi. Necha yillik rivoyatda tabdil qildilaring-ku?